Bugun Toshkentda strategik ahamiyatga ega bo'lgan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bir kunning o'zida 6 davlat delegatsiyasini qabul qildi. Ushbu delegatsiya ro'yxatiga kirgan davlatlar Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Xitoy va Saudiya Arabistoni. Bu davlatlarning bir kunda tashrif buyurishi O'zbekistonga bo'lgan e'tiborning naqadar yuqoriligini ko'rsatadi. Bu tashriflar nimadan darak beradi? O'zbekiston mintaqada tobora kuchayib borayotgan strategik markazga aylanmoqda. Ham iqtisodiy, ham geosiyosiy maydonda O'zbekistonning ovozi endi ancha balandroq eshitilmoqda. Uchrashuvlarda ko'tarilgan asosiy masalalar: katta investitsiya loyihalarini yo'lga qo'yish, energetika va infratuzilmalar bo'yicha hamkorlik, yangi transport yo'nalishlari, mintaqaviy xavfsizlik, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar. Tashrifning bosh maqsadi O'zbekistonni yaqin yillarda Markaziy Osiyodagi eng ishonchli iqtisodiy va logistik markazga aylantirish, strategik sheriklar bilan uzoq muddatli hamkorlikni kuchaytirish. Bu uchrashuvlar O'zbekiston uchun yangi iqtisodiy bosqichning boshlanishi. Endi sizga savol: qaysi davlat bilan hamkorlik eng katta foyda keltiradi deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.